Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz ishimizni yakunladik. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek, bu yer hammom. Ichkarida parxonalari bor. Bu yer mana shashlik qiladigan joy, barbekyu deydimi? Mana bu yer o'choq, qozon tushadi bunga. Bu yer mana mangalli zona. Barbekyu. Ventilyatsiyalar. Joyda bo'lgan mana. O'choqniki alohida, lekin bu yog'i dalish mana. Ularni ketgan. Devorlarimiz sablisa o'shni ishdan bo'lgan. Mana tepalar. Vagonka. Lesvakdan bo'lgan bu. Lak surtilgan 2 sloy. Tumbalarga ham lak surkadik. Mana yaltirab turgan bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsa. Bu ham taxta, bu ham lesvak. Porpletka mana 30 ga 30. Endi mana ichkarini ko'rsataman do'stlar. Pol turli pol qilingan. Pletka 18 ga 60. Sanuzel mana ko'rib turganingizdek do'stlar, Ariston. Bunisi zoti to'pli pol katyoni mana. Ochilmayapti. To'rtta seksiya. Yeshilkalar qo'yilgan, mana o'ynayman hali. Salafan olinmagan do'stlar. Mana bu yerimiz oddiq zona. Bu yerda mana razvedka bor, 3 talikdan 2 ta. Bu yerda ham bor 2 talik. Bu yerda mebel bo'ladi. Mana oynak tashqarida ko'rinib turish uchun jaluzilar ilingan bunga. Xona полностью vagonka bilan zashifka qilingan mana do'stlar. Lak surtilgan 2 sloy. Bu shkaf mayda-chuyda narsalar qo'ygan, bu yerga televizor ilinadi. Bu yo'q mana dush o'sha do'stlar. Pol o'rtada bu yerda trap bor, suv kirib ketish uchun. Bu yerda dush. Devor полностью plitka bo'lgan mana. Patologgacha. Patolog bu yer ham vagonka bo'lgan. Svet, plafon mana. Dushovoy ishlab turibdi. Bu yerda yetishga bor mana. Yeshilka bu yerda 2 ta joyda. Oyoqqa tapishkalar qo'yish uchun bu yerda lavkalar mana parxonadan chiqib o'tiriladi mana. Bu yerda ham trap bor. Bu yo'q aytgancha buni parxonami kafeli bu yerdan ko'ra balandroq, yo'l klon tomonga chiqqan. Hammasi xullas bu yerga yoqadi. Bu yerda bemalol shlang bilan yursa bo'ladi. Bu yerda ham bor trap, parxonaning ichida ham o'rtada joylashgan. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, parxonamizdan juda ham chiroyli chiqqan mana. Полностью vagonka, lak surtilgan. Bu esa pechkamiz mana.
har xil toshlar bilan bezalgan. Atrofi mana keramik granit bilan o'rilgan. Atrofi pechkaga yaqin joylari, qolgan joylari vagonga mana. Yo'lda mana stolimiz 2 qavatlik. Bu yerda ham yashilka. Endi bu ruskiy baniya bo'lganiga, ruslar uchun bo'lgani uchun yashilka ko'p, chunki bular har xil barglar ilib qo'yadi, ishqalanadigan bir nimalarni ilib qo'yadi. Mana gradusnik. Bu esa ventilyatsiya. Rosa qizib ketsa ochiladi. Bu zigzag usulda qoqilgan. Shu yuqqa 1,5lik qoqilgan. Oldiga 1,5lik, tagida strapela 5lik. 5lik strapeldan qurilgan mana. Stullari. Buni o'rtada oyoqlari yo'q. Shtobani chiroyli chiqish uchun qilingan. Bemalol ko'taradi. Ikkitadan strapela berilgan, bir-biriga yopishtirib. Shu ishimizni mana to'g'ri hamma ishda mana qanchaga baholagan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videoda aytaman albatta bu qanchaligini. Hozir ham aytib ketishim mumkin. 750 mingga mana shu ishni полностью qildik. Haddelkasini albatta 750 ming rublga. Eshiklar o'rnatdik. Bu yerda mana главный eshik, mana sanozellikka ichkari dushovый, parxona eshigi o'rnatildi. Keyin полностью devor obshivka, ichkari bu yer obshivka qilindi, patologlari bilan plitka bo'ldi. Sanozel bilan dushovый. Pollar полностью plitka. Mana burchaklar, ichki tashqi go'laklar va plontuslar shuni ichiga kirib ketadi. Va bu yerda poldagi kafel, mangal yig'ish, o'rnatish, patolog, bu yer ham patologlari bilan mana devorga облицовочный g'ish yopishtirganmiz yuqasidan ikkiligidan. Mana bu yerga eshik yasalgan qo'lda. Mana o taxtalarni ham mana o'ringa qo'yib, hammasi bitta o'rinda. Ko'rib turganingizdek, mana plitkalar ham bitta razmerda. Pol ham bitta o'rinda, bu ham bitta o'rinda. Mangal zonani yopish uchun bu yerga облицовочный bir yarim g'ish qilib urdik, yarmigacha. Marhamatlar, ko'ringlar, zavq olinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qilishga harakat qildik.